إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'rganuvchi, ko'rman qarindoshlar. O'tgan soatlik darsimizni biz umumiy mashq, ya'ni ko'nikma ilib bordik. Inshaalloh bugun darsimizni oxirida davomlashtiramiz. 6-dars. Bugungi darsimizdagi muhim nuqta kichik alif, kichik ya, kichik vav. Yani 6-darsimizdagi yangi ufqum kichik alif, kichik ya, kichik vav. Yani mana qaraydigan bo'lsak, mayaga kichik bir alif chaqva, mayada ba fatha, keyindan bir kichik alif keldi. Shunami? Qaraydigan bo'lsak, mayada mana kichik ya. Hozir mana hamza kasraning keyindan kichik bir ya keldi. Shunami? Hamza damma qaraydigan bo'lsak, keyinda bir kichik vav. Kichik vav. Kichik vav keldimi? Ba alif zabar, ba deymiz. Ba alif, mayada alif qoim deb ataymizgo bizniki adetimiz bo'yicha alif qoim deymiz. Ba alif zabar, ba alif zabar, ba deb mushu kichik alif kelgan chaqda so'zaymiz. Hargizmi ba desak bo'lmaydi. Ba ne menda kichik alif kelgan chaqda ba emas, ba. Ba alif zabar, ba. Ba alif zabar, ba. Ba alif zabar, ba. Shunday o'qiymiz. Keyingisi ya alif zabar, ya. Ya alif zabar, ya. Ya alif zabar, ya. Deb mush bo'yicha so'zab o'qiymiz. Keyingisi ra alif zabar, ra. Ra alif zabar, ra. Ra alif zabar, ra. Mim alif zabar, ma. Mim alif zabar, ma. Mim alif zabar, ma. Lam alif zabar, la. Lam alif zabar, la. Waw alif zabar, wa. Waw alif zabar, wa. Nun alif zabar, na. Nun alif zabar, na. Mush bo'yicha deymiz. Unda bo'lsa bir qancha mashqni biz bolalar bilan birlikda mashq qilamiz. Hamza alif zabar, a. Hamza alif zabar, a. Ha alif zabar, ha. Ha alif zabar, ha. Ayn alif zabar, a. Ayn alif zabar, a. Ha alif zabar, ha. Ha alif zabar, ha. Ghayn alif zabar, gha. Ghayn alif zabar, gha. Kha alif zabar, kha. تا ألف زبر تا. تا ألف زبر تا. ثاء ألف زبر ثا. ثاء ألف زبر ثا. جيم ألف زبر جا. جيم ألف زبر جا. دال ألف زبر دا. دال ألف زبر دا. ذال ألف زبر ذا. ذال ألف زبر ذا. مش bo'yicha o'qiymiz. Demak, mana shunday kichik alif, kichik vav, kichik ya kelgan chaqda biz ikki harakat miqdorida so'zaymiz. Ya'ni ba, a, ya, mush şekilde bo'ladi. Qog'inni mushu ulgu bo'yicha o'zinglar mashq qilib olasizlar. Kichik alif, kichik vav, kichik ya. Ya'ni buni arabcha kichik alifni alif sag'ira. Sag'ira degan kichik degan gap. Alif sag'ira. Ya sag'ira. Kichik ya. Vav sag'ira. Kichik vav. Mush bo'yicha ataymiz. Mush bo'yicha mashq qilamiz. Ya'ni alif sag'ira, ya sag'ira, vav sag'ira. Yani sag'ir degan gapda kichik degan gap. Unda bo'lsa bu kichik alif, kichik vav, kichik ya kelsa qanday o'zgarish bo'ldi desanglar, bu mushu 3 mad harfi asli. Vav, alif, ya. Shundami? Mad harflari vav, alif, ya. Bu mad harfi ba'zida kichik holatda yoziladi. Mana masalan, mana o'xshash. Alifning kichik holati, vavning kichik holati, yaning kichik holati bo'ladi.
Mushunda kasmi o'xshashlar bu yerda mad bo'ladi. Mad bo'ladi, bu yerda ikki harakat so'zaymiz. Ya'ni tabiiy madning qatoridan bo'ladi bu. Masalan, ba fatha ba. Ba asli shundami? Keyindan kichik alif, ya'ni alif sag'ira keldi. Ba deb ikki harakat, ya'ni ikki harakat miqdor so'zaymiz. O'sha yerda bu tabiiy mad bo'ladi. Ba fatha ba. Keyindan alif sag'ira keldi. Ba ba so'zaymiz. Masalan, ma'u aslisi ya. Kichik alif keldi. Ya ikki harakat miqdori so'zaymiz. Tabiiy mad. Tushundingizmi? Kichik alif, kichik ya, kichik vav kas qanday qilamiz? Shu harfning shu harakatini ikki harakat miqdorida so'zaymiz. Hamda unda bo'lsa men bir boshdan o'qiyman, menga aytib o'qiysizlar. Hamda buni o'qish usuli ba fatha boshda harf deymiz, keyin harakat deymiz. Keyindan alif sag'ira yoki vav sag'ira yoki ya sag'ira deymiz. Masalan, ba fatha alif sag'ira ba. Mana shunda. Ba fatha alif sag'ira ba. Mush bo'yicha. Boshda ba'ning harakatini deymiz, keyindan alif sag'ira ikkisini qo'shib natija. Ba fatha alif sag'ira ba. Ba ikki harakat miqdor so'zaymiz. Ya fatha alif sag'ira ya. Ya ikki harakat so'zaymiz. Masalan, ra fatha alif sag'ira ra. Ra. Mana. Endi mayada ra asli ba'zi cho'ng, ba'zi kishi qo'lda qarab ra fathalik olib cho'ng qo'ldamda. Shunga ra cho'ng harflarning keyingi kasmi o'xshash. Ra fatha alif sag'ira ra. Keyindikisi mim. Mim fatha alif sag'ira ma. Mim fatha alif sag'ira ma. Ma deb uzib qo'ysa xato. Ma ikki harakat cho'qim so'zaymiz. Tushundingizmi? Mosh bo'yicha hammasi o'xshash bo'ladi. Unda bo'lsa boshdan tortib yana bir qatim mashq qilamiz birlikda hammamiz. Men deyman, o'rganguvchi qarindoshlar, meni oximdan desam bo'ladi. Ba fatha alif sag'ira ba. Ya fatha alif sag'ira ya. Ra fatha alif sag'ira ra. Mim fatha alif sag'ira ma. Lam fatha alif sag'ira la. Waw fatha alif sag'ira wa. Nun fatha alif sag'ira na. Mana mush bo'yicha ma'lumimiz. Unda bo'lsa bu yerda yana bir diqqat qiladigan nuqta, ba'zi bizniki Uyg'ur qarindoshlarimiz ba'zi Qur'onni o'qigan chaqida shu kichik alif kelsa, xuddi shu kichik harf nima? Ya'ni kichik harfning keyindan kichik alif kelib qolsa, shuni cho'ng harfga o'xshash olamiz. Masalan, a, masalan, ba emas, ba deb bunda olamiz deydigan bir xato qoida bor. Mana shu shunday bo'lsa xato bo'ladi. Bu kichik harf bo'lgandan keyin kichik bo'yicha olamiz. Ba kichik alif kelgan taqdirda ba deb olmaydi. Ba kichik harf, shundaymi? Keyin kichik alif kelsa, yana o'xshashlar ba kichik holatda qo'yamiz. Ya shunga o'xshaydi. Unda bo'lsa biz qaysi harf keldik? Hamza. Unda bo'lsa men o'qiyman, balla men bilan birlikda jalliq holatda o'qiysizlar. Qanday? Hamza fatha alif sag'ira a. Hamza fatha alif sag'ira a. Yaxshi. Ha fatha alif sag'ira ha. Ha fatha alif sag'ira ha. Yaxshi. Ayn fatha alif sag'ira a. Ayn fatha alif sag'ira a. Ha fatha alif sag'ira ha. غين فتحة ألف صغيرة غا. غين فتحة ألف صغيرة غا. خا فتحة ألف صغيرة خا. خا
تا فتحة ألف صغيرة تا. تاء فتحة ألف صغيرة تا. Yaxshi, nihoyat yaxshi. Ballaniki biga ifodasi nihoyat yaxshi. Unda olsam men balladan ayrim so'rayman. O'sha ismini so'ragan balla jalliq o'qib bersizlarmi? To'g'ri. Unda olsa Bilal. تاء فتحة ألف صغيرة تا. Yaxshi. جيم فتحة ألف صغيرة جا. Yana bir qitim. جيم فتحة ألف صغيرة جا. Yaxshi, ha. دال فتحة ألف صغيرة دا. Da. دا. So'zaymiz, shundaymi? Nihoyat yaxshi, ha. Oxirini. ذال فتحة ألف صغيرة ذا. Yaxshi, ha. ذا فتحة ألف صغيرة ذا. Yaxshi, nihoyat yaxshi bo'ldi. Bo'ldi. Bilal nihoyat yaxshi. Unda bo'lsa Abdullah, ha. سين فتحة ألف صغيرة سا. Ha. شين فتحة ألف صغيرة شا. Yaxshi. صاد فتحة ألف صغيرة صا. ضاد فتحة ألف صغيرة ضا. Yaxshi. طا فتحة ألف صغيرة طا. Yaxshi. ضا فتحة ألف صغيرة ضا. Yaxshi, nihoyat yaxshi Abdullah. To'g'ri, nihoyat harfning maxrajlari joyida. Unda bo'lsa Mustafa, ha. فاء فتحة ألف صغيرة فاء. Yaxshi. قاف فتحة ألف صغيرة قا. كاف فتحة ألف صغيرة كا. Yaxshi. Ha. Endi ya sag'ira kelibdi, ha. Ha, Mustafa. يا. Hamza kasra, ha. همزة كسرة يا صغيرة إي. Ha, bo'ldi, endi to'xtanglar. Endi bu yerda biz alif sag'iraniki mashqini o'qidik, shundaymi? Endi ya. Mana kichik ya. Ya sag'ira. Ya sag'ira. Amma buni o'qigan chog'imizda hamza kasra ya sag'ira i o'xshash. Hamza kasra ya sag'ira i. Mana shunday o'qiymiz. Hamza kasra ya sag'ira i. Hamza kasra ya sag'ira i. Mana shuncha o'qiymiz. Tushundingizmi? Unda o'sha oxirni mana shu bir qatim o'qiytinglar, billah. Ha kasra ya sag'ira hi. ها كسرة يا صغيرة هي. أمدا واو صغيرة. واو ضمة واو صغيرة وو. واو ضمة واو صغيرة وو. ها ضمة واو صغيرة هو. ها ضمة واو صغيرة وو. همزة ضمة واو صغيرة أو. همزة ضمة واو صغيرة وو. نهاية yaxshi bo'ldi. Bugungi darsimizning mashq jarayoni mana bilan oxirlashdi. Bugungi darsimizdagi eng muhim nuqta mana kichik alif, kichik ya, kichik vav kelgan chaqda shu harflarni shirkat miqdorida so'zish. Ya'ni bu yerda tabimat shaklida shirkat miqdorida so'zaymiz. Bugungi yangi darsimiz mana bilan oxirlashdi. Keyingi darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.